Ideal Texnoda mikroavtobus. Swift CS2. 155 ot kuchiga ega bo'lgan atmosferniy dvigatel bilan jihozlangan. O'ziga 12 ta kishini plus yana 1 kishini qabul qiladi. 15% boshlang'ich to'lov bilan ushbu texnikani xarid qilsanglar bo'ladi. Tablolari, dizaynlari va shu vohima ekan. Multimedia, musiqa bor, hand uslubda boshqariladi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, 9-10 ta ekan o'rtoqlar. I propan, metan o'rnatsanglar bo'ladi. Garantiyalar yechilmaydi. 3 yilgacha kafolat beriladi. Boshqarib ketayotgan pilot uchun hamma imkoniyat bor. Ishi ochilishiga alohida baho beringlar va shu cho'tga ega. Chiqish tushish uchun qulay. Har bitta o'rindiqda remen bezopasnosti bor. Qishda issiq saqlash uchun, yozda esa konditsionerga alohida e'tibor qaratilgan. Mana deflektorlar ko'rinib turibdi. Hattoki mana temperaturani boshqarishga imkoniyat berilgan. 12 ta o'rindiq deyilyapti. Lekin siz mana mametga yana o'rindiq qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni maxsus mana shunaqa sidenada. Zip yashik to'liq komplektatsiya, hattoki ognodoshutlar ham chiqayotganingizda maxsus yoritgichlar, san'atkorlar, komandali insonlar o'zingiz uchun olsanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, o'rindiqlar soni katta. Ishlab chiqarilgan yillari 25-26. 15% leasing asosida, 25% bank orqali avtokredit misolida olsanglar bo'ladi. Xohlagan joyingizdan solishtirib keling. Ishoning, eng arzoni Ideal Texnoda bo'ladi. Narxlar haqida batafsil ma'lumot uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring. Hozir sizga javob beramiz.